Diqqat qiling, 2026-yil aprel oyida pensiya to'lovlari bo'yicha muhim ma'lumot e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videodan to'liqroq xabardor bo'lish uchun iltimos videomizni oxirigacha ko'ring va like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz shu orqali bizning mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Diqqat qiling. Pensiya jamg'armasi ma'lumotlariga ko'ra, joriy yilning aprel oyi uchun pensiya to'lovlari naqdsiz shaklda oluvchi fuqarolarga to'liq moliyalashtirildi. Bu degani pensiyani bank kartasi orqali oladigan pensionerlar uchun mablag'lar to'liq ajratilgan va ularning hisoblariga yuklab berilgan. Ma'lum qilinishicha, aprel oyi uchun to'lov ro'yxatlariga kiritilgan jami 4.3 million nafar pensiya oluvchilar uchun zarur mablag'lar tijorat banklariga o'tkazib berilgan. Shundan 3.8 million nafar fuqaro, ya'ni umumiy pensiya oluvchilarning qariyb 89% pensiyani naqdsiz shaklda oladi. Ularning barchasining bank kartalariga pensiya mablag'lari to'liq o'tkazilgani ta'minlangan. Shu bilan birga pensiya naqd pul ko'rinishida oluvchi fuqarolar uchun ham belgilangan tartib saqlanib qoladi. Amaldagi qonunchilik talablariga muvofiq bunday pensionerlarga jami mablag'lari 4-aprel kunidan boshlab tasdiqlangan grafik asosida yetkazib beriladi. Bu jarayon Xalq bankining sayyor kassalari orqali amalga oshiriladi. Umuman olganda, aprel oyi uchun pensiya to'lovlari o'z vaqtida moliyalashtirilgani pensionerlar uchun muhim yangilik bo'ldi. Ayniqsa, bank kartasi orqali pensiya oluvchilar uchun mablag'larning to'liq va o'z vaqtida yuklab berilishi to'lov jarayonining yanada qulay va tezkor amalga oshirilayotganini ko'rsatadi. Hurmatli tomoshabinlar, eng so'nggi va dolzarb mavzulardan birinchilardan bo'lib bilishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.